Qurilish sohasida innovatsion yondashuvlarni joriy etish bugun tezkorlik, sifat va tejamkorlikni ta'minlashda muhim omilga aylanmoqda. Ana shunday zamonaviy texnologiyalardan biri prefabrik qurilish tizimi hisoblanadi. Avvallari boshpana qurish uchun bir necha yillar vaqt sarflangan bo'lsa, bugun 30-35 kun davomida 100 kvadrat metrga mana bunday xonadonlar, energiya tejamkor xonadonlarni qurish imkoniyati yaratildi. Mahalliylashtirish dasturi doirasida Andijon viloyatida ish boshlagan korxona tomonidan nafaqat mana bunday shinam uy-joylar qurilmoqda, balki savdo xizmat ko'rsatish shoxobchalarini bunyod etish orqali ham tizimda iqtisodiy imkoniyatlarni oshishiga sharoit yaratilmoqda. Ushbu texnologiya asosida ishlab chiqarilayotgan tayyor konstruksiyalar qurilish muddatini bir necha barobar qisqartirish bilan birga bino sifati va mustahkamligini ham kafolatlaydi. Endilikda prefabrik inshootlardan faqat turar joy sifatida emas, balki xizmat ko'rsatish shoxobchalari, servis markazlari, mahsulot saqlash omborlari, shuningdek, yong'in xavfsizligi bo'linmalari uchun zamonaviy binolar qurishda ham keng foydalanilmoqda. O'zbekistonda yangilik prefabrik yig'ma uylar ishlab chiqarishni yo'lga qo'yapmiz. Ilgari bilsangiz, biz uyda betonni poydevorni quyib qo'yardik. Poydevori nechadir yil turardi. Undan keyin ustiga paxsa yoki g'ishta qo'ysak, u ham 1-2 yil turib, bitta uyni bitirguncha, 3 xona uy, 4 xona uyni bitirguncha 5 yil, 6 yil vaqt ketardi. Hozir bu prefabrik uylarda bitgan holatni topshirish uchun 20 kun, 25 kun vaqt ichida bajarib beramiz. Bu iqtisodiy tejamkorligi 1,5-2 barobar arzon tushadi. Ayniqsa, tog'li va tog' oldi hududlarda ushbu texnologiyaga bo'lgan talab ortib bormoqda. Ixcham dachalar, oilaviy dam olish maskanlari va uy mehmonxonalarini barpo etishda prefabrik uylar tadbirkorlar uchun ham iqtisodiy jihatdan samarali yechim bo'lmoqda. Toshkent, Chorvoq, Bo'stonliqlarga qurdik. Jizzaxning Zomin tog'li hududlariga ham ko'pchilik dacha sifatida oldi. Yana Farg'onani tog'li hududlarda ham dacha sifatida yetkazib berdik. Bundan tashqari Qashqadaryo, Surxondaryoga mahalla idoralarida borish qiyin bo'lgan joylariga ham mahalla idoralari olib borib qurib topshirib berdik. Ishlab chiqarish jarayoni ham to'liq zamonaviy talablar asosida tashkil etilgan. Zavodda xom ashyoni qayta ishlashdan tortib, yarim tayyor mahsulot ishlab chiqarishgacha bo'lgan jarayonlar mahalliylashtirilgan. Bu esa mahsulot narxini pasaytirish, import o'rnini bosish va ichki bozor ehtiyojini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Qurilish kasb-hunar kollejini bitirib, shu bizda ochilgan shu zavodga ishga kirib, mana hozir sharoitlar yaxshi. Bizda asosiy ishlarni kompyuter orqali bajaramiz, biz ularni nazorat qilib turamiz. Bizga shunday sharoitlar yaratib bergan prezidentimizga kattakon rahmat. Korxonaning ishlab chiqarish quvvati ham e'tiborga molik. Bir oy davomida o'rtacha 10,000 kvadrat metr qurilish konstruksiyalarini tayyorlash, ya'ni 100 ta zamonaviy uyni barpo etish imkoniyati mavjud. Yuqori aniqlikda ishlovchi avtomatlashtirilgan dastgohlar esa ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, mahsulot sifati va qurilish tezligini ta'minlashga xizmat qilmoqda.